Okay, domingizni sotib qo'ygansiz. 2 sotuvli chiroyli xonadon bo'lsa sotib olaman deb aytdingiz. Shu xonadonni 2 sotuvli 61 ming dollarga berib yuboramiz. Qarang, Zelenoy zonasiga bitta e'tibor bering. Uyimiz kompaktni shundoq kelib yashash imkoniyatini beradi. Darvozaxonaga bitta mashina qo'yishga joy, kirsiz bilan bitta общий sanuzulga ko'z tushyapti. Buni yonida mana bitta oshxonamizga nazaringiz tushyapti. Remontlari hammasi bitkazib qo'yilgan. Buni yonida bitta o'g'il bola yotoqxonasi, bitta qiz bola yotoqxonasi. Endi xonadonga bitta nazaringiz tushadi. Bu yoqda kattagina zalga ko'zingiz tushyapti. Uni yonida ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzul bilan birga bo'lyapti. Narxga qarang, urg'u beringlar, 61 ming dollar evaziga start shu xonadonni sotib olasiz. Kelib shunday yashash imkoniyatingiz bor. 4 ta xonasi bor. Zelenoy zonalarga bitta e'tibor berasiz, bitta tapchani qo'yib qo'yasiz. Ko'pchilik so'rayapti, podvali yo'q, uy bizga kerak emas. Bu xonadonimizda podvali ham bor. O'sha yerda xonadonni yuriga joylab qo'yilganlar. Egara raqamini qoldirib qo'yamiz. Kelgan manzilda yetadigan bo'lsa, Nazarbek, yangi tushgan mostdan ichkariga 2 kilometr kirganingizda Nayman mahallasidamiz. Egalar bilan suhbatlashganimizda suv gazdan muammo yo'q deb aytishdi. Raqam qoladi, tezkor sotuv qo'ng'iroq barakasini qilsanglar bo'ladi. Okalar, shunaqa chiroyli, kichkina, arzon suvli uylarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like kirib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar.